Bugun tilaklarim umon bir olam. Unda yo'q aslo g'am alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam deyman. Baribir bu tilaklarga nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak. Assalomu alaykum. Bugungi 7-dekabr sanasida tug'ilgan qadrli va aziz insonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz uzoq, hayotingiz esa go'zal va baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Xonadoningizni sevinch, nur, fayzu barokat aslo tark etmasin. Sizning ham mana shu quvonchli kunda tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, tabriklar tavalloyhasi orqali biz ularni tabriklab beramiz. Fursatni boy bermang. Biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 33 11 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.